O'zbekistondagi nomer 1 bankrot bo'lgan biznesmen bo'lasiz. Shahboz aka, qo'ziqorin yetishtirish biznesimni bankrot qilishim uchun nima maslahat berasiz? 3 ta sabab yetadi. Birinchisi kompost, o'zi asos kompost deb olamiz. Shu kompost qanaqa tayyorlashayotganiga e'tibor bermang, qaramang. Iloji bo'lsa pulini ham to'lamang, bir tekinga olib keting. Birinchi urishda beligacha degan gap o'zi shuni o'ziga yetadi. Keyingisi urug' sifati. Uni surishtirmang. Qancha hosil olasiz? U urug' qayerdan keldi? Kim, qaysi urug'chini urug'i? Bunga ham bee'tibor bo'ling. E'tibor bermang. O'zidan o'zi o'sadi deb o'ylang bo'ldi. Endi Xudoyim omadingizni berib, kompost ham, urug' ham yaxshi chiqib qoldi-yu, endi uni davom etishingiz kerak-ku. Krizis qilishingiz kerak, bankrot bo'lish kerak. Uning uchun yetishtirish texnologiyasiga umuman e'tibor bermang. Xonani namligi, xonani harorati, issiqmi, sovuqmi, undan tashqari xonani dezinfeksiya bo'lgan holati, har xil zararkunandalardan forig' bo'lganmi, yo'qmi bu xona. Bundan tashqari o'zini vaqtida suv berishi, o'zini ozuqalarini berishi. Mana kriteriyalar bu bandlarga umuman sizga begona bo'lsin. Qaramang. Tezda bankrot qila olayman. Yo'q, unga yana ozgina bor. Termang u qo'ziqorinni umuman. Termang, o'sha chiqqan qo'ziqorin bor quvvatini olib yotaversin. O'zidan o'zi qarabsizki, O'zbekistondagi nomer 1 bankrot bo'lgan biznesmen bo'lasiz.